Bugun Qur'onning 102-surasi Takathur surasini o'qib ma'nolarini eshitamiz. Qani bismillah. Alhaakumut takathur. Ey insonlar, sizlarni mol dunyo to'plab ko'paytirish mashg'ul qildi. Hatta zurtumul maqabir. Sizlar to qabrlarni ziyorat qilgunlaringizcha, ya'ni vafot etib qabrga kirgunlaringizcha sizlarni mol dunyo to'plab ko'paytirish mashg'ul qildi. Kalla sawfa ta'lamun. Yo'q, sizlar yaqinda bu qilgan ishlaringiz oqibatini bilursizlar. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Yana bir bor yo'q, sizlar yaqinda bilursizlar. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Yo'q, agar sizlar dunyoga qul bo'lib qolish oqibati nima ekanini aniq bilish bilan bilsangizlar edi, unga qul bo'lib qolmas edingizlar. La tarawunnal jahim. Qasamki, albatta sizlar do'zaxni ko'rursizlar. Thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Yana bir bor qasamki, sizlar uni aniq ko'rish bilan ko'rursizlar. Thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im. So'ngra ana o'sha kunda albatta hayoti dunyoda sizga ato etilgan barcha ne'matlar to'g'risida mas'ul bo'lursizlar. Bu sura juda qisqa bo'lsa ham, lekin katta ma'nolarga ega. U paytda odamlar mol va dunyo va qabila ko'pligi bilan maqtanishardi. Bu sura haqida yana qanaqa ma'lumotlar bilasiz yoki yana qaysi qisqa suralarni video qilib chiqaylik, izohlarda yozib qoldiring.